Assalomu alaykum qadrdonlar. Qo'llab turgan hammaga kattakon rahmat. 11700 bo'ldim. 11700 bo'lganim uchun bu ozgina bir o'yincha deymizmi, bir boshlab olish uchun bir taklifmi qani biz ham bir qilib ko'raylikchi katta blogerlarga o'xshab, xudo xohlasa katta blogerlar deb o'kitaylikki, sizlar qo'llab tursanglar. Men 200 ming so'mdan boshlayman. Birinchi daromad desa ham bo'ladi. Ana shuni obunachilarimga beraman. Kommentariyaga 30 raqamini qoldirasizlar. Kommentariyadan topib 30 degani uchun nima uchun? 30-yanvar kuni kommentariyalarning hammasini yozib chiqib, mana bu barabanga solamandan aylantirib, promo efir qilib, topib 200 ming so'm kartasiga tashib beraman. Bu boshlanishi. Xudo xohlasa bu katta blogerlar chiqib $100 beradi-ki. Ana shu darajagacha chiqishimiz uchun sizlar qo'llab turinglar. Kommentariyada 30 raqamni qoldirasiz va yana menga podpiska bo'lgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Shu 30-yanvar kuni ko'rishamiz xudo xohlasa promo efirda. Qo'llab turganlar uchun kattakon rahmat.